Senin hacanım baharım. Keling singlim. Keling. Qayerga boramiz? Voy, yana sizmi? Atidan poylayapsizmi aka? Yo'q, nega ataydan poylayman singlim? Shunchaki operatorlar klientga eng yaqin turgan mijozni jo'natishadi. Shunaqa deng. Qayoqqa boramiz? Bugun siz bilan boradigan joylarimiz ko'p. Ancha vaqt men bilan birga bo'lishingizga to'g'ri keladi. Yaxshi. Mana, pulini oldindan to'layman. Olib qo'ying. Holing? O'tgan gal bergan pulimni olmaganda. Bugun shunaqa yo'l yurg'iziki. Qani ko'ramiz. Bu gal ham shuncha puldan voz kecha olarmikan? Olasan pulni. Olmasdan qayoqqa ham borarding? Kechirasinglar. Bu galam pulingizni ololmayman. Tushunmadim. Nimaga olamas ekansiz? Menga qarang aka. Men ko'chada qolgan bechora qiz emasman. Pulim ham o'zimga yetadi. Sizdagi jentelmen saxiy kerak emas. O'zingizcha menga yaxshilik qilmang. Menga kerak emas bunaqa yaxshiligingiz. Olib qo'yingman bu pulni. Tushundim, singlim, lekin siz umuman noto'g'ri o'ylayapsiz. Axir o'tgan safar aytdim-ku, pulingizni olmasdan sizga emas, o'zimga yaxshilik qilyapman. Aka, menga qarang, o'sha kuni shu gapni eshitganimdan beri nimaga bu aka menga bunaqa gapirdi deb rosa o'yladim. Xullas, bunaqa mayda-chuda gapingizni menga qilmang. Maqsadga o'ting. Nimaga pulimni olmasdan sizga emas o'zimga yaxshilik qilyapman deyapsiz? Singlim, sababini aytsam, mendan xafa bo'lib qolishingiz mumkin. Xafa bo'lmayman, turing. Ota-onangiz bormi? Bor. Nima edi? Bu yoqda ota-onamni nima daxli bor sizning gapingizga? O'sha kuni telefondagi suhbatingizni eshitib qolgandim. Nima ish qilishingizni bildim. Men oilada bitta farzandman. Ota-onam shu yoshimgacha menga halol pul topib, halol luqma yedirib, halol nozu ne'mat bilan ulg'aytirgan singlim. Agar sizni pulingizni olganimda, ota-onamga harom pul olib kirgan bo'lardim. Shu yoshimgacha halol luqma yedirib, halol nozu ne'mat bilan siylagan ota-onamga shu pullarni olib kirishni o'zimga ep ko'rmayman singlim. Shuning uchun ham siz bergan pulni olmasdan o'zimga yaxshilik qildim. Ja shunaqa mulla bo'lsangiz, borib boshqalarga darsingizni o'ting, xo'pmi? Endi o'zingizcha meni pulim harom deb olmadingiz, shunaqami? Menga qarang aka. Ko'chada menga o'xshagan qizlar tiqilib yotibdi. O'zingizcha hamma halol pul topadi deb o'ylaysiz, shunaqami? Xo'p, unaqada sizga savol. Tasavvur qiling. O'g'ri
Biror kimni tunatib, mashinangizga chiqib qoldi. Xo'sh, nima qilasiz? Siz uni o'g'riligini bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Indamay pulini olasiz. Hech kim men o'g'riman deb tan olmaydi. Xo'sh, ularni pulini olsangiz halol-u, meniki harommi? Yaxshi savol berdingiz. To'g'ri, hech kim men o'g'riman, men talonchiman deb yurmaydi ko'chada, singlim. To'g'ri, ba'zida endi bilib bilmay klientlarni tashab qo'yishimiz kerak bo'ladi manziliga. Chunki mana shu kirakashlik orqasidan halol rizq bilan oilamizni boqamiz. Mayli, o'g'ri mashinamga chiqsa, men uni o'g'riligini bilmasdirman. Lekin o'sha kuni sizni nima ish qilishingizni bilganimdan so'ng pulingizni ola olmasdim. Singlim, o'g'riniku peshonasiga o'g'ri deb yozib qo'yilmagan. Lekin ba'zi bir ayollar qilayotgan ishi yomon bo'lsa ham faxrlanib gapirishadi. Singlim, men esa kimligingizni bilib turib, u pullarni olib uyga kira olmasdim. Singlim, o'g'riniku peshonasiga o'g'ri deb yozib qo'yilmagan. Lekin ba'zi bir ayollar qilayotgan ishi yomon bo'lsa ham faxrlanib gapirishadi. Singlim, men esa kimligingizni bilib turib, u pullarni olib uyga kira olmasdim. Ha, aytgancha, yana bir gap. Boya ota-onam bor degandingiz-a? Sizga tekin bir maslahat beraymi? Singlim, bu hayotda pul, moli dunyo, do'stlar topiladi. Lekin ota-onani bir marta yo'qotsangiz, qaytib topa olmaysiz. Agar barcha savollaringizga javob olgan bo'lsangiz, endi manzillaringizga yo'l olsak. Yo, shoshmang. Faqat belgilangan manzilga olib bora qoling. Siz nima desiz? Shu singlim.